Choynagimda men ko'rmagan sap-saru jirlar bor ekan. O'shalar sekin oqib tushishni boshladi. Hayron bo'ldim. Bu jirmi yo choynagim reaksiyaga kirib sarg'ayib ketdimi desam, yo'q, rostdan ham choynakni ko'rinmagan chirklari bor ekan. Choynakning ichidagi qaynoq suvni mana bu shotkalarning ustidan qo'yib yubordim. Choynagimni bo'lsa top-toza qilib ichlarini yuvib oldim. Gazim ham top-toza, choynagim ham top-toza. Ko'ngillarni xotirjam qilsanglar bo'ladi. Как будто kelib meni uyimni tozalab yuvib ketadigan yana yoshibdi. Voy, uydagi ishchilarga rahmingiz kelsa, uyimda ishchi yo'q, ular 3 kunga ketishgan. O'zim ham hamma joylarni tozalab o'tira olaman. Bilasizlar, men ishchi olganimga mana Xadicha tug'ilgandan keyin oldim. Shu paytgacha o'zimni kelinli uyimni yaraqlatib, chinni chiroq qilib o'tirganman. Buni video qilib qo'yganim uchun Instagramda chechenka bo'lganman. Tak что xavotir olmanglar, meni choynagim bilan gazim sizlarni bezovta qilmasin. Sababi ozginchadan keyin yana yog'larni sachratib gulkaram qovuraman.